Amerika elchixonasidan ikkinchi marotaba harakat qilib, magistratura uchun vizalarni qabul qilib olgan studentimiz Azizulloh bilan hozirda birga o'tiribmiz va bu kishi Amerikaga ketishlaridan avval sizlar uchun juda chiroyli va kerakli, muhim bo'lgan ma'lumotlarni olib qolmoqchiman. Xudo xolasa Azizulloh bugungi suhbatimiz davomida elchixonada birinchi marta kirganlarida qanaqa savol-javoblar bo'lgan, o'zlarini qanaqa tutganlar va ikkinchi marotaba kirib viza olganlarida nima o'zgarishlar bo'lgan, qanaqa savollar tushgan, qaysi viza ofitseriga borganlar, hammasini Xudo xolasa batafsil gapirib beradilar. Azizulloh, shu haqida ozgina ma'lumot bersangiz, juda ko'pchilikga manfaatli bo'ladi. Bu videoni keyinchalik biz Telegram, YouTube, Instagram sahifalarimizga joylaymiz. Xudo xolasa duo qilib ko'rishadi. Qani, boshladik. Gapirib bersangiz, xo'p aka, birinchi viza jarayoni gaplashsak. Vizaga tayyorlanish juda ham qattiq bo'ldi. Chunki necha oy tayyorlandik vizaga umumiy holatda? 2 oy tayyorlandik. 2 oy tayyorlandik. Vizada qanday bo'ladi o'zi viza jarayoni, qayerga borish kerak, qanday savollar tushishi mumkin, ularga qanaqa qilib javob berishni biz detalli qilib o'rganib chiqdik. Shunga javoblar tayyorladik. Xo'p, endi birinchi marta vizaga borgan haqimda gapirib beradigan bo'lsam, birinchi marta viza 20-may kuni bo'ldi. 20 ertalabmidi, kechki paytmi? Ertalabda soat 9da 20-may kuni. Xo'p, bordim, 20-may kuni ertalab bordim. Tashqarida turibman, endi boshqa F1 talaba vizasiga kelgan o'quvchilar ham bor edi. Tashqarida jicha gaplashib turdik. Keyin chaqirdi, bu yoqda registratsiya qiladigan, o'sha yerga borib pasportlarimizni registratsiya qildik. Keyin sekin-sekin kirish boshladik. Endi kirdik, ichkarida отпечатка topshirdik, u bu qildik. Keyin oxiri borib laynda turdik. Endi laynda turibman. Ochiqchasidan aytadigan bo'lsam, endi bu birinchi marta Amerika vizasiga suhbatga kirayotganim edi. Shu sabab menda ozgina nima desam bo'ladi? Ozgina hayajon bor edi. Ya'ni Amerika vizasini ola olmasam-chi degan hayajon bor edi. Keyin shu laynda turibmiz, ba'ziga kandidatlar ham suhbat qilyapti ozgina. Ya'ni ular aytayaptiki, 7-ofitser juda yomon, u deyarli hammaga отказ beryapti deb gaplashib turishgandi. 7-ofitserlik endi. Keyin u meni qulog'imga chalindi, keyin ish qilib 7-ofitserga tushib qolmaydi deb aytdim keyin. Keyin turibman, keyin meni navbatim keldi. Keyin next dedi. Qarasam 7-ofitser. Voy. Shu dedi, ichimdan bir narsa o'tdi, keyin отказ olaman ekanda degan narsa hayolimga keldi o'zi. Vizaga уже borib suhbat boshlanishidan avval miyada уже avtomatik o'rnadi. Ya'ni vizadan отказ olaman degan. Nimaga? Chunki bu kishi suhbatda turgan, o'sha yerda liniyada turgan paytlarida juda ko'pchilik asha viza bermayapti, отказ chiqyapti degan xayol kelib qolgan va borishda уже tayyorlanib bordingiz vizaga отказ olishga. Hop. Shunaqa, keyin borishimga hayajon ham jicha yuqoriladi, ya'ni ko'tariladi. Endi ertaga vaziyatda, ya'ni savollarga to'xtaladigan bo'lsam, borishimga pasportimni so'radi. Undan keyin aytib bering so'radi, aytib bering berdim. Keyin men kutgandimki, nimaga bu universitetni tanlading deb savol beradi deb o'ylagandim. Lekin ofitser juda boshqacha savol berdi. To'g'ridan-to'g'ri buni kim fund qiladi, ya'ni? Birinchi savolni o'zi. Birinchi savolni o'zi shunday dedi. Men ham juda ikkilanib qoldim. Nimaga bunaqa savol beryapti deb. Menga Gossales Consultingda mana bunaqa berilgan-ku, mana bunaqa aytadi degandek-ku dedingizmi? Yo'q. Odatiy holda bunaqa savol berilmasdi, kim fund qiladi degan. Keyin aytdim, praktikada ham bu qilganimiz bo'yicha detalli qilib tushuntirib berdim. Keyin undan keyin nimaga bu universitetni tanlading dedi. Keyin aytdim, chunki bu men qabul qilingan eng zo'r universitet. Bunda xo'p, endi keling, biz o'sha suhbatimiz mobaynida aytdikki, biz ochiqcha suhbat qilamiz, gaplashamiz dedik. O'sha to'liqroq javob bering, ya'ni aytdim deb yopib ketmang. Ayting, o'sha sizdan so'radi, who's gonna fund your expenses dedi. Who's gonna cover my expenses deganda aytdimki, dadam dedim. Dadam aytdim, dadam Moskvada 10 yildan beri HR manager bo'lib ishlaydi dedim. Uni o'rtacha oylik daromadi $5000 atrofida. Men sizga aniq miqdorini aytib bera olmayman, chunki u KPI formasida, KPI formida oilada oylik. Ba'zida baland, ba'zida past. Ba'zida baland, ba'zida past bo'ladi dedim. Keyin aytdimki, "Ya, xo'p" dedi. Keyin onamni nimasini aytdim. "Onang, ya'ni rasmiy ish joyi bormi?" dedi. "Yo'q, onamni ish joyi yo'q" dedim. "Onam uyda" dedim. "O'zimizning kichik bir fermamiz bor" dedi. Birinchida ham shu javobni bergansiz. Aniqmi? Aniq. Bo'ldi, xo'p, keyinchi.
shunday deganman. 50 tacha. Chunki hozir to'g'risini aytadigan bo'lsak, mana prямо uzmasdan olyapmiz. Bundan oldin o'sha vizani отказ olib chiqqanlarida so'raganimda menga sal boshqacharoq gapirgandilar, chunki hayajon ustida turgan bo'lganlar. Endi hozir bunaqa deyaptilar. Hozir o'zim ham shokdaman, to'g'risi gapirinsa qanaqa gapirgan ekanlar degan. Shunaqa. Hop. Kettle'imiz bor dedim. Aha. 50 bosh haligi qoramolimiz bor dedim. Mana ularni o'rtacha narxi 30 million, 50 million atrofida. Ha, sразу berib tashlayapsiz ma'lumotlarni. Ha. O'zi so'ramasdan avval beryapti. Chunki albatta uni so'raydi-da, 30 million, 50 million atrofida bo'ladi dedim. Bo'pti deb eshitdi, undan keyin fundingga bog'liq umuman savol bermadi. Dokumentlarni ko'rmadi ham olib. Dokumentlarni ko'rgan eman. Hech qanday dokument. Keyin to'g'ridan to'g'ri shu universitetda nima deb bu University of Cincinnati tanlagansan dedi. Men University of Cincinnati tanlaganman, chunki bu men qabul qilingan eng zo'r programma. Keyin u boshqa programmalarga qaraganda 2 yil emas, men 1 yilda bitiraman dedim. Keyin aytdimki, bu universitet menga shunaqa imkoniyat berdiki, men 48 kredit o'qib yurishim shart emas. O'zimni bakalavrdagi yo'nalishim menejment bo'lgani uchun 10 kredit soat mendan waive bo'ldi. Ya'ni o'qishim shart bo'lmaydi dedi. Foundation kurslari. Shuni aytdim. Keyin xo'p dedi. U bo'yicha ham yana hech qanaqa savol so'raganim yo'q. Undan keyin aytdi, ya'ni kelajakdagi maqsadlaring qanaqa dedi. Kelajakda unda ko'p savol beribdi, to'g'rimi? Bizning eshitishimiz bo'yicha 7-akoshkadagi viza ofitseri bunchalik ko'p savol bermayapti deb aytishyapti. Ya'ni aynan o'sha siz kirgan paytlaringizda, chunki 2-3 daqiqaga olib bormasa, ya'ni sразу kim seni sponsoring yoki nimaga bu narsani topshiryapsan deb turib, отказ berib yuborayotgan ekan. Sizni holatingizda bo'ladigan bo'lsa, sizda darshli savollar berishni boshlagan, beravergan. Yaxshi, hop. Keyin nima bo'ldi? Kelajakdagi maqsadlar haqida. Kelajakdagi maqsadlar haqida so'radi. Aytdim, officer I'm engaged, ya'ni men unashtirilganman. O'zi aslida unashtirilmagansiz. Ya, shunaqa. Vizasi bor mana. Unashtirilganman. Aytdimki, men tezda borib o'qib kelishim kerak. Bu yerda meni unashtirilgan qiz kutib turibdi, kelib uylanishim kerak dedim. Ya aytdimki, undan keyin rejam o'z biznesimni run qilmoqchiman, ya'ni ochmoqchiman dedim. Bu qanaqa biznes bo'ladi deb aytdim. Ya'ni you wonder what kind of business it will be dedi. Aytdimki, keyin men brand managementi bo'yicha, ya'ni consulting agencyga o'xshash bir kompaniya ochmoqchiman dedim. Nima deb bu qarorga keldimki, chunki men diplom ishimni qilish mavzuyim O'zbekistonda brand managementi. Shu research davomida ko'rdimki, O'zbekistonda juda ko'p kompaniya, korxonalar bor, lekin ular o'z brendini qurishni bilmasdi. Keyin men o'yladimki, biz O'zbekistonda shuni olib kelishimiz kerak. Shunda biz iqtisodimiz ham o'sadi, korxonalar rivojlanadi ham dedim. Deb javob berdingiz. Shunaqa bo'ladi. Bo'ldi. Keyin oxirgi savolga o'tdi. Oxirgi savol, ya'ni US da qarindoshlaring bormi dedi. Aytdim, no officer, yo'q officer. USAda men hech qanaqa qarindoshlarim yo'q. Men endi ketyapman deb javob berdim. Keyin indamadi. Bir daqiqacha kompyuteriga qarab bir narsalar ko'rdi, yozdi. Keyin shundan keyin отказ qog'ozni qo'limga tutkizdi, keyin chiqib kelaverdim. Xo'p, bu yog'iga endi men davom etkaziraman. Azizulloh, o'sha kuni biz bu yerda intizorlik bilan bu kishini vizalarini kutyapmiz. O'sha kuni nimadir bo'ldi, men studentlarim, aksariyat studentlarim viza olsa, ya'ni o'sha elchixonaga borishsa, men birga kuzatib boraman ular bilan. Bu kishiniki endi bora olmay qoldik. O'shanda ishimiz ko'payib ketib qolib, keyin kutyapman, viza natija e'lon qilinmayapti bizga. Keyin Azizullohga o'zimiz yozdik. Azizulloh, nima bo'ldi desak, keyin aka o'xshamadi dedilar. Yo'lda keyin Azizulloh mayli, endi ko'ngillarni cho'ktirmaymiz dedi, yozganda ko'tarib, yaxshi bo'ladi, xudo xolasa anaqa desak, shu aka kayfiyatim yo'q hozir, men dedi Andijonga ketishim kerak deb Andijonga ketdilar. Keyin biz endi kutib turibmiz, mayli Andijonga endi yo'lda charchaganlar, baribir bir kun oldin borib, shuncha ishlar bilan endi xotirjam bo'shab olsalar yoki Namangandagi ofisimizga bu yerga keladilar yoki telefondan aloqaga chiqadilar desak, bir oy mobaynida Azizulloh kelmadilar ham, aloqaga ham chiqmadilar. Bir oydan keyin Azizulloh sekin bizga aloqaga chiqishni boshladilar. Keyin SMS yozib yurdilar. Qarayman deyman, bu bola nimaga bu yo'qolib qoldi? Ya'ni biz o'zi bu yerda Amerikadagi o'sha do'stimiz Cedric janoblar bilan ham maslahatlashyapmiz, bu yerdagi do'stlarimiz bilan ham bizni Azizullohni yana qayta elchixonaga tayyorlashimiz kerak, vizaga kirgizishimiz kerak. Lekin biz shunaqa fursatni kutyapmizki,
Bu yerda Azizulloh viza atkaz olganlari, ya'ni universitetga bog'liq emas edi, sponsorlariga yoki maqsadlariga bog'liq emas. Azizullohni aynan o'zlariga bog'liq bo'lgan holat edi. Nimaga? Chunki elchixonada bu kishini personality, ya'ni o'sha shaxsiyatlarini u tekshirmoqchi bo'lganda u yerda. Bizni fikrimiz bo'yicha endi. Keyin biz kutyapmizda Azizulloh qani o'zi jur'at qilarmikin, ya'ni kelarmikin yo o'zidan bir sado bo'larmikin, aka nimaga anaqa bo'ldi? Yo'q, jim bo'lib ketdi. Shunaqa xarakterlar bor-da bu kishini. Rosa kulyapmiz, kutyapmiz, keyin bir kun telefon qildilar. Endi o'sha kun ishim rosa ko'p edi, olmadim. Olmasam menga yozib yuboribdilar SMS. Aka, nima biz sizni arpangizni xomurganmizmi? Olsangiz bo'laveradi-ku, nimadir SMS yozganlar-da, o'shanda ham telefon qilmayaptilar-da. Bizga SMS yozibdilar rosa, aka deb. Keyin SMSlarga javob bermasak, keyin men kuldimda SMS yozdim sразу. Nima deyapsiz dedim, ataylar. Nima deyapsiz dedim. Siz dedim vizadan 1 oy bo'ldi atkaz olganingizga. Qayerda yuribsiz dedim. Bir og'iz kelib, mana shu yerda Andijon uzoq emas-ku dedim. Bitta mashinaga o'tirsangiz kelasiz degan gap so'zlar bo'ldi. Xullas shunaqa mayda-chuyda. Keyin aytdilar, "Bo'ldi, ertasi kuni yetib boraman" dedilar. Ertasi kuni biz soat 10 da bu yerda Azizullohni kutib oldik. Kelganlarida aytdik, o'zlari shunaqa qaror bilan kelgan ekanlar. "Aka, men endi shuncha harakat qildim, shuncha rasxod qildim. Baribir ikkinchi marta ham vizaga kiraman" dedilar. Deganda, nima dedim Azizulloh o'sha payti? Yo'q dedingiz. Yo'q dedim, Azizulloh dedim. Siz vizaga kira olmaysiz dedim. Vizada elchixona dedim, kirsangiz dedim, yana atkazib olasiz dedim. Viza olish ehtimolingiz dedim o'ta yuqori degan javobni qayta va qayta gapirdim. O'sha kuni Andijonga sirasi qaytib ketmadilar. Kechgacha mana shu yerda o'tirdilar biz bilan. Xo'p, yog'iga aytib bering, nima gap so'zlar bo'ldi? Xo'p, ikkinchi vizaga kirish jarayonimiz haqida to'xtalib. Ikkinchiga o'tishdan oldin ham ancha gap so'z bo'lgan bu yerda. Azizullohga men aytdim, kirmang vizadan atkazib olasiz desam, keyin yo'q, qat'iyat, haligi qat'iyatli bo'lib kelganlar bu safar aytdilar, "Yo'q aka, nimaga?" deyaptilar. Keyin biz ataylab nimaga biz yo'q deyapmiz, o'zlaridan sado chiqsin. Ya'ni biz bu kishini noqimel, ya'ni psixologik o'sha studentlar ishlash kerak yog'iga. Chunki biz ko'rdik birinchi martasida universitetda o'sha aytganimizdek TVdagi muammolar bo'lmagan bu kishida. Ya'ni muammo o'zlarida. Keyin kutdikda aytdik, xursand bo'ldim, o'zlari aytdilar, "Yo'q aka, ikkinchi marta men kiraman, riskni olaman men bo'ynimga. Kirishim kerak" deganlaridan keyin biz ham ozgina xursand bo'ldik. Keyin Azizullohga nima sababdan atkaz olganliklarini taxminiy qilib tushuncha berdik. Ya'ni Azizulloh, u yerda sizdagi bo'lgan mana ozgina bo'lgan hayajon, u yerdagi sizdagi o'sha o'zingizni qanaqa tutishligingiz, elchixonaga kirganingizda 7-akoshkadagi vizadan, o'sha viza ofitseridan bizni ba'zi studentlarimiz viza olayotganda o'sha mahal. O'shalarni misol qilib ko'rsatdik. Ya'ni bu yomon viza ofitseri bo'lganda nimaga mana ularga berdi? Ya'ni bularning kezi siznikidan yomonroq edi-ku yoki sizniki yaxshiroq edi-ku deb solishtirish imkoniyatini hamma narsasini qo'ydikda, ana shu kuni 23-iyul sanasiga edi adashmasam, 23-iyul sanasiga obeddan keyin soat 1 ga elchixonada joy bor ekan, ana shu joyda band qildik va Azizullohni yana elchixonaga suhbatga tayyorlashga o'tdik. Bu safar jarayon qanaqa kechdi desanglar, tayyorlov jarayonida Azizullohga biz o'tirib olib, "Mana bu savolga manaqa javob berasan, mana unga manaqa javob berasan" emas. Biz Azizullohga o'zlarini qanaqa tutishlari haqida, ya'ni psixologik o'zlarini qanaqa tutishlari kerak, nimani o'ylashlari kerak elchixonada. Mana shu tomonlama ishlashni boshladik. Hammamiz ishlab ko'rdik. Ya'ni bu yerdan viza olib chiqqan studentlar o'zlarini tajribalari bilan ulashishdi. Bu kishiga yana mock imtihonlar qilindi. Qanaqa? Ya'ni o'zbek tilida. O'zbek tilida mock imtihonlar qildik, ingliz tilida qildik. Shu jarayonlardan o'tgandan keyin 23-kuni yana shunaqa holat bo'ldi. 22-kuni men bakalavr studentlarimni elchixonaga olib borgan bo'lsam, 23-kunga bitta o'zlari yana shu mustaqil ravishda hech kimni yordamisiz o'zlari Amerika elchixonasiga bordilar. Va bu safar telefonda gaplashib turibmiz ham, ya'ni Toshkentda bo'lganimiz ham ko'rishga imkoniyat bo'lmadi o'shanda. Gaplashyapmiz. Azizullohda ancha haligi confidence bor-ku, mana xotirjamlik degan narsa bor edi bu kishida. O'sha narsa yaqqol ko'rinib turgandi. Va 23-kuni adashmasam siz erta kunda borib oldingiz suhbatga. 22-kuni bordim. 22-kuni ham bordingizmi? 22-kuni bir kun avval borib turdim. Chunki bir kun avval borib, dam olib, o'zimni xotirjam qilib turganim yaxshi deb o'yladim. Chunki 23-kuni ertalabda borib vaziyatni ko'rib, o'rganib, o'zim xotirjam qilib turaman dedim. Shunaqa ham bo'ldi. Endi ikkinchi suhbatga to'xtaladigan bo'lsak, vizada bordik, aytganimdek bir kun avval. Keyin 23-kuni ertalab soat 10 larda embassy'ga bordim, ya'ni elchixonaga bordim. Turibman. U kuni nimagadir F1 studentlar kamida ekan. Asosan elchixonadan viza olib chiqayotganlar turistik vizasi. Keyin o'yladimki, bu safar ham viza ololmayman shekilli deb o'yladim.
Chunki ertalabki kirganlarda viza berish yaxshi bo'lmayotgandi. Viza olgan bolalar bor edi, ertalabda bir 5 tacha odam oldi, unda ham hammasi administrative processing bilan chiqdi. O'sha 5 tasidan 2 tasi bizni studentlar edi. Shunaqa. 22-kuni. Shunaqa bo'ldi. Keyin turibman. Lekin bu safar umuman hayajon yoki boshqa qo'rquvim yo'q edi. Chunki men o'zimga ishonasdim, bu safar olishim kerak edi. Chunki olmasam boshqa ilojim yo'q edi. Bo'lmasa O'zbekistonda qolishimga to'g'ri keladi. Men ichimda o'zimga aytyapman, Azizulloh, bu safar vizani olasan. Vizani ola olmasang ham bo'lmaydi, chunki boshqa imkoniyating yo'q. Yana O'zbekistonda qolging kelyaptimi deb o'zimga o'zim aytdim. Keyin turdik, soat 12:30larda yana pasport registratsiya boshlandi. Pasport registratsiya qildik. Keyin bu yoqqa o'tib, abitdan keyingiga nimagadir bu safar odam ko'p edi ekan. Bir 60 tacha odam bor edi. O'zim ham hayron qoldim. Odatda abitdan keyin odam kam bo'lardi. Turibmiz. Men bir 40 очередь oldim. Keyin turibman, отпечатkalar topshirib bu safar ham bordik. Bu safar faqat ikkita ofitser ishlatuvdi, 7 bilan 8. Men 8 ga tushishim aniq edi. Chunki o'tgan safar 7-ofitserdan отказ olgandim. Chunki agar yana 7-ofitserga tushib qoladigan bo'lsam, aytsam bo'ladi. "Ey, men seni o'tgan safar отказ olganman. Boshqa ofitserga o'tsam bo'ladimi?" Shunaqa vaziyat bor edi. Keyin bordim, turibmiz, lekin abitdan keyin nimagadir viza berish ko'tarib ketdi, ya'ni ko'payib ketdi. Qarayapman, shu bola viza olyapti, deyapman. Men ham viza olaman dedim. Keyin bordim, turibmiz. Navbatim keldi, yana nimagadir 7-ofitserga tushib qoldim. Dedim. Keyin borib, "Hey, good afternoon officer" demasdan turib aytdimki, "Hey, men sen bilan o'tgan safar gaplashganman. Bu safar boshqa ofitserga boray" dedim. "Pasportingni berchi" dedi. Pasportimni oldi. Keyin skanerdan qildi-da, jicha ko'rdi, kompyuterda bir narsalar ko'rdi, keyin 8-ofitserga yo'naltirdi. Keyin 8-ofitserga o'taman desam, bitta odam bilan gaplashayotgan jicha kutib turdim. Keyin u odamga отказ berdi. Lekin u menga umuman ta'sir qilgani. Chunki men bilasizmi, agar 8-ofitser bo'lsa, men 100 vizamni olaman. Chunki 8-ofitser shunaqa gap ham yurganda endi. F1 ga topshirayotganlar orasida 8-ofitser yaxshi. Bu bittasi yaxshi, bittasi yomon, 8-ofitser yaxshi, deyarli hammaga beryapti dedi. Keyin borishimga pozitivda, "Hey officer" dedim. "Bugun ahvoling yaxshi deb umid qilaman" dedim. Keyin bu ham menga juda cho'tki muomalada qildi. Keyin borishimga hammaga berayotgan savollar, ikkita odatiy savolni berdi. Ya'ni O'zbekistonda qanaqadir xavf bormi dedi. Xavf bormi dedi. Uchraganmisan dedim. "Yo'q" dedim, "Never" dedim. "Endi qaytib kelayotganingda-chi" dedi. "Unaqa bo'lishi mumkin emas ofitser" dedi. "Chunki sweet home" dedim. Aziz uy dedim. Xo'p dedi. Keyin bu safar mendan nimaga bu universitetni tanlading deb birinchi so'radi. Deyarli savollarda o'zgarish bo'lgani yo'q. Javoblarda demoqchi edim. Javoblarda o'zgarish bo'lgani yo'q. Aytdim. Savollar ketma-ketligi o'zgargan lekin. Officer. Endi mana shu yerda bitta savol berib o'tganda, sizga oldingi safar отказ olgan ekansan, bu safar nima o'zgardi degan savol bermadimi? Yo'q, lekin men kirishdan avval shuni rosa o'yladim. Scholarship'imni ko'tarsammikin yo qo'shimcha bir financial document olib Lekin sizda mayda kirgan bo'lsangiz, bu yoqda iyulda kiryapsiz, o'rtada hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. 2 oy. 2 oy vaqt bo'lgan, lekin umuman hech nima o'zgarish bo'lmagan. Savollarda ham, javoblarda ham o'zgarish bo'lmagan. Keyin aytyapman. Savolni berdi, aytdim. "Officer, bu men qabul qilingan eng zo'r MBA programma. Bu dunyoda top 200 talikda turadi. Amerikada o'zi 70-o'rinda turadi MBA" dedi. "Ha" dedi. Keyin aytdim, "Bu 1 yil davom etadi. Shu 1 yil davom etadi. Men tezroq yana o'sha oldingi javoblar. Tezroq bitirib, tezroq O'zbekistonga qaytaman" dedim. Keyin davomini ham aytaman dedim. U eshitib o'tirmadi. To'xtatib keyingi savolga o'tdi. Keyingi savolga o'tdi. Keyingi savolga o'tdiki, keyingi savol funding bo'ldi. Yana answerlar, ya'ni javoblar bir xil bo'ldi. Aytdim, "Dadam Moskvada 10 yildan beri HR menejer bo'lib ishlaydi. Oyiga o'rtacha $5000 atrofida daromad qiladi. Oyligini KPI formida oladi" dedi. Keyin "What about your mom" dedi. Ya'ni oychi dedim. U ham mana shunaqa bo'ldi deyarli. Oyim uyda o'tiradi, rasmiy ish joyi yo'q, lekin bizni kettle'miz, ya'ni fermamiz bor. 50
bosh atrofida qoramolimiz bor dedim. Har birini narxi o'rtacha 30 milliondan 50 milliongacha bo'ladi dedim. Ha dedi. Demak, ofitserni o'ziga hisobladi. Demak, bir o'rtacha 800 million so'm bo'ladi ekanda dedi. Keyin men o'rtada jimib qoldim. O'yladim-da, endi hisobladim-da. Keyin ha shunaqa bo'ladi ekan dedi. Ha dedi. Bu yerda ko'proq haligi nima deydi, savol javob emas-ku, suhbat bo'lgan, to'g'rimi? U yer bilan suhbat samimiy bo'lib ketib qoldi. Juda samimiy bo'lib ketdi. Keyin aytdiki, demak sen u firma ekan dedi odi. Yo'q, officer firma emas, u unofficial norasmiy dedim. Keyin sizlarda 50 ehtimol qo'yilib bo'ladi, u norasmiy bo'ladi ekan deb kulib yubordi. Keyin men ham kulib yubordik. Shunaqa bo'ldi. Keyin undan keyin qayda o'qigansan dedi. Aytdim, o'zimizda Andijon davlat texnika institutida BL menejment yo'nalishini tamomladim dedim. Xo'p dedi. Keyingicha o'ylandi-da, boshqalardan so'ramayotgan narsani mendan so'radi. Transkripting bormi dedi. Transkripting. Men bunaqa so'rab qolishini bilasdim, shuning uchun chiqarib olgandim. Qayerdan bilasiz, aytib keting. Albatta, Shavkat akam aytgan. Chiqarib olgandim, berdim. Keyin tekshirib chiqdi. Men o'ylaganimki, overall, ya'ni umumiy GPA ga qaraydimikan deb o'ylagandim, lekin fanlardan qanday baho olganimni ham ko'rdi. Keyin qaytarib berdi, zo'r dedi. Keyin ofitser aytdi, keyin yana shu future plans haqida so'radi. Aytdim, bu safar ham bir xil bo'ldi bu ham. Hamma aytyapmiz-ku, javoblar bir xil o'zgarish bo'lgani yo'q. Lekin sizda confidence level o'ta yuqori juda yuqori. Xotirjam, chunki nimaga siz bilasiz, o'sha o'tgan safar aytgan 7-akoshkadan отказ deb qulog'ingizga kirib qolgan 8dagi yaxshi odam deb turib, borib unga xotirjam o'zingizni o'sha ochiqcha gaplashib suhbat bo'ldi u yerdan, conversation bo'ldi. Shu suhbat davomida ham gapiryapman, ham hayolimda aytyapman-ki, Azizullo, bugun sen viza olasan deb o'zimga o'zim suhbat davomida aytib turibman o'zimga. Bu yoqda unga gapiryapman, bu yoqda ikkita ish bajaryapman deb aytganimda unashtiryapman, tez borib o'qib qaytib kelishim kerak. Keyin biznes rejalar bor dedim, shu. Keyin bo'pti dedi. Keyin ba'zi narsalarni yozdi bitta qog'oziga. Aytdimki, keyin bu viza beryapti, menga AP beryapti dedim. AP berilgan, ya'ni administrative processing, AP dedim. Kutilganda AP berdi. Lekin menda social mediani so'ragani yo'q. Ba'zilardan social medianing hammasi keltirilganmi, profillaring ochiqmi deb so'radi. Mendan boshqalardan so'rayotgandi, mendan so'ragani yo'q. Keyin AP'ni olib chiqdik. Xudo xolasa mana 10 kun ichida AP'miz tasdiqlandi, vizani oldik. Juda zo'r, ajoyib. Xo'p, o'zi ko'rayotgan bo'lsangiz, Azizullo o'zi tomog'i ham siqilishni boshladi. Bu yoq, hozir ozgina qo'yib bersak, hozir yig'lab ham beradilar. Hayajon, xursandchilik ko'z yoshlari. Albatta biz buni ko'rgimiz kelmayapti. Xo'p, mana shu 7-viza ofitseri haqida o'zim shaxsiy fikrim bor, ya'ni juda ko'pchilik aytyapti, ya'ni 7-viza ofitseri bermayapti, 8 beradi, 9 beradi, ya'ni 10 beradi, nimadir degan gaplar yuribdi. Aksariyat meni ko'p studentlarim 7-akoshkadagi viza ofitseridan vizalarini qabul qilib olishdi. Ya'ni bu yerda faqatgina limit nimada deydigan bo'lsak, o'zimiz limit qo'ya olamiz. Ya'ni o'zingiz ham bildingizki, mana birinchi marta kirganingizda viza ofitseri o'zingiz aytyapsiz mana gapingiz bilan. Men viza suhbati boshlanishidan avval o'zimga o'zim viza отказ yozdirib qo'ydim hayolimda. Shunaqa. Shuning uchun men kelgusida o'sha vizaga topshirmoqchi bo'lgan aka-uka, opa-singillarimizga maslahat beramanki, hech qachon qo'rqmanglar. Ya'ni sizlar xato gapirib qo'yishdan ham qo'rqmanglar. Ya'ni xato gapirib qo'yishinglar to'g'rilasa bo'ladi. Ya'ni suhbat davomida o'tgan safar ham aytdim-a. Bitta studentimizda shunaqa holat bo'ldi. Ya'ni gapirayotganda xato gapirib yubordi, to'xta, viza ofitserimda qarab tursa, to'xtang, adashib ketib qoldim. Men mana bunaqa demoqchi edim deb to'g'rilab ketyapti. O'zingizga uverin bo'lsangiz, topshirgan universitetingizda hech qanaqa muammo bo'lmaydigan bo'lsa, yaxshi tayyorlangan bo'lsangiz, siz 7 ga borasizmi, 10 ga borasizmi, farqi yo'q. Bitta hali o'zimiz Jaydar tilda aytadiku, povudni bermaslik kerak. Chiroyli suhbat qilib, ya'ni conversation leader bo'lishinglar kerak. O'sha yerda conversation o'zingizlar lead qilib, ya'ni olib borib turib, suhbatni chiroyli holatda topshiriladigan bo'lsa, xudo xolasa vizalarni birinchi urinishdayoq qo'lga kiritib olasizlar. Agar birinchi urinishda, ikkinchi urinishda qo'lga kiritmagan bo'lsangiz, menga o'xshab 4-urinishda qo'lga kiritishinglar mumkin. O'zimda ham aynan shunaqa voqea bo'lgan. Ya'ni O'zbekistonda 3 marta отказ olganman men ham. Koreyaga ketganman. Koreyaga ketganimdan keyin
Koreyada 4 yil 5 yil yashab turib Amerikaga magistraturaga biz ham o'qishga topshirayotgan paytimizda ham elchixonaga kirsam o'sha biz ham sizga o'xshab liniyada turganimizda kuzatib turganimizda o'sha men viza olib chiqqan odam hammaga отказ berayotgan ekan, men ham xayolimda o'zimga blok qo'yganman. Aytganman, mana shu odamga bormasam bo'ldi. Ya'ni u ham 10-makoshkada turadi. Mana shu 10-akoshkadagi viza ofitseriga bormayman, chunki u hammaga отказ beryapti deb haligi liniyani turganimda next deganda shunday qarasam 10-akoshka bo'shab qolib, bu yoqqa kel deyotgan ekan. Bor hayajonlanganman qachongacha? Ana shu elchixonada o'sha liniyada turgan joyimdan boshlab viza ofitserining oldigacha boradigan joygacha bor hayajonimni chiqarib olganman o'shagacha. Qaltirash kerak bo'lsa qaltirab, titrash kerak bo'lsa titrab, hamma narsani chiqarganman-da, borib turib, "Salom ofitser" deb suhbatimizni boshlab, aynan o'sha yomon viza bermayotgan, hammani qiynayotgan viza ofitseridan juda chiroyli holatda, osonlik bilan vizamizni qo'lga kiritib, Amerikalarga borib, mana o'qib, o'qishlarni bitirib keldik. Xo'p, endi avvalambor nasib. Peshanaga yozgan bo'lsa, 7-akoshka, 10-akoshka degan narsa yo'q. Siz borasiz, agar nasib bo'lmagan bo'lsa, iloji yo'q, taqdir shu ekan. Xudo xolasa suhbatimiz manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Azizulloh bilan mana shu hozircha xayrlashmaymiz, lekin Amerikaga ketishlaridan avval oxirgi suhbatimiz bo'ldi. Bundan buyog'iga Azizulloh bilan o'qishlari mobaynida kelgusi muvaffaqiyatlarida onlayn, xohlasalar keyin O'zbekistonga qaytib kelganlaridan keyin offlayn yana uchrashamiz degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Azizulloh, sizga ham rahmat. Shuncha vaqtingizni ayamaganingiz uchun. Sog' bo'ling.